Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Bugungi videomiz yangiliklar haqida emas, balki bizga hozirda kelayotgan hayit va boykotlarga nisbatan o'z munosabatlarimiz haqida. Birinchi o'rinda bizga kelayotgan e'tirozlardan biri, nega aynan mashhurlar haqida yangilik olib chiqamiz? Tushuntirib berishimizdan avval ushbu videoni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Biz bir oy oldin mana bunday post qo'yib, obunachilarimizni faol muloqotga chorladik. Vaholanki faqat jurnalistlarga savol berishlarini so'radik va ular mashhur youtuberlar haqida so'rashdi. Shuni hisobga olib, ya'ni iste'molchilar fikrini hisobga olgan holda, ko'p videolarimizda mashhurlar markazda bo'lishadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ayrim kuzatuvchilarda savol tug'ilyapti, nega ayrim yangiliklarni chiqarilmayotgani haqida. Biroq ko'pchilik e'tibordan chetda qoldirayotgan jihat ham bor. YouTube yangiliklari jamoasi haftasiga bir marotaba video taqdim etadi. Siz aytayotgan yangiliklar esa atiga 3-4 kun oldin avval sodir bo'lgan voqealardir. Shunday ekan, bizning navbatdagi videolarimizda aynan shu mavzular yoritilmasligiga qanday asos bilan xulosa qilinyapti? Videolar hali ko'rib chiqilmasdan turib, turli taxmin va shamalarga berilish qanchalik to'g'ri? Bizdan kuniga kamida 3 ta video tayyorlashni talab qilayotganlar diqqatiga. Avvalo, har qanday ongli inson yaxshi tushunadiki, YouTube olamidagi barcha muhim yangiliklar muntazam kuzatish, tahlil qilish va sifatli tarzda auditoriyaga yetkazish katta vaqt, mehnat, energiya hamda tegishli sharoitlar talab qiladi. Bundan tashqari, jamoamiz a'zolarining barchasi 15 yoshdan katta bo'lib, ular o'qishlari ham kerak. Shu sababli har bir materialni shoshilinch emas, balki imkon qadar sifatli va mas'uliyat bilan tayyorlashga intilamiz. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, YouTube yangiliklari jurnalistlarining mehnati va imkoniyatlarini ham inobatga olish lozim. Jamoamiz a'zolari ham avvalo inson, ularning shaxsiy hayoti, o'qishi va boshqa mas'uliyatlari mavjud. Shu bilan birga 24/7 yangiliklarni izlash va ularni tayyorlashga vaqt ajratishning imkoni yo'q. Shu sababli bizning kuniga 3 ta video talab qilish amaliy jihatdan real emas. Bir lahza o'ylab ko'ring, sizning o'zingiz shunday hajmdagi ishni muntazam va sifatli ravishda bajara olarmidingiz? Shunday ekan, masalaning barcha tomonlarini hisobga olmasdan turib, buyruq ohangida talab qo'yishdan ko'ra jamoamiz mehnatiga hurmat va tushunish bilan yondashishingizni so'raymiz. Boykot e'lon qilayotgan ayrim foydalanuvchilar nega kichik youtuberlarni yoritmaysizlar degan savolni o'rtaga tashlashmoqda. Lekin shu o'rinda bir narsani ochiq aytish kerak. Bir yoki 2 ming obunachiga ega kanallarni o'zingiz muntazam kuzatasizmi? Ularning faoliyatiga qanchalik qiziqasiz? Biz boshidan beri bir tamoyil asosida ishlaymiz. Auditoriya qiziqishi va iste'molchilar talabi asosida kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Chunki media faqat ma'lumotlar bilan emas, balki tomoshabin ehtiyojini ham hisobga olishi kerak. Bu kichik kontent yaratuvchilar biz uchun ahamiyatsiz degani emas, ammo har bir mavzuning qamrovi, dolzarbligi va auditoriya uchun qanchalik qiziq ekanligini ham hisobga olinadi. Shuning uchun yoritilayotgan mavzularni tanlashda avvalo tomoshabinlar qiziqishi va talabidan kelib chiqamiz. Yana bir e'tiroz esa albatta bundan oldingi videoda qilgan tanqidim bilan bog'liq bo'libdi. Avvalo o'zimni tanishtirib o'tsam, YouTube yangiliklari faoliyatini boshlagandan buyon jurnalistik faoliyatimni olib boryapman. Ko'pchiligingiz meni avval Lorena nomi bilan tanigansiz. Shuni ham aytib o'tishim kerakki, YouTube yangiliklari ochilgandan beri biz hech qachon yolg'on yoki faktlarga asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmaganmiz. Endi men qilgan tanqidga keladigan bo'lsak, tanqidimni bildirishimdan oldin ham bu holat jurnalistlarga ham, YouTube yangiliklariga ham to'g'ri kelmasligini aytib o'tganman. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizni faqat jurnalist sifatida ko'rmang. Biz ham insonmiz. Bizning ham o'z fikrimiz, qarashlarimiz va bo'layotgan voqealarga nisbatan munosabatimiz bor. Nima uchun tanqid qilganimni alohida tushuntirib o'tirmasam ham, buning sabablari ko'pchilik uchun yaqqol ko'rinib turibdi deb o'ylayman. Lekin bir savol tug'iladi. Nega aynan shu tanqid sizlarni bunchalik bezovta qildi? Nega unga javob berish o'rniga tanqidning o'ziga qarshi kurashni afzal ko'ryapsiz? Menimcha, buning sabablari ham ko'pchilikka ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Yana e'tirozlar bormi? Kommentariy sizga muntazir.